Assalomu alaykum. 2026-yil 17-yanvar. Hafta kuniga shanba. Ekilishga tayyorgarlik ko'rilyapti. Somonlar toshyapmiz. Reallarga endi olib kiramiz mana. Salaxonlarga termizlar qilib olib. Endi bu ichkariga termiz, ikkinchi termizi. Arkali termizimiz. Ko'p shlangalarni sotib qo'yganmiz. Endi sinovda pastda yerda kumvan ko'rganmiz. Endi ham sinadik, bu ham endi sinovda. Betida qanaqa effekt beradi hali. Endi sinaymiz. Yomg'irlar yog'yapti, qorlar.